Atigi 7 kun ichida husnbuzardan xalos bo'lgan patsientim kelganlarida yuzlarida ikkita yonoq sohasida husnbuzarlar to'laydi. Bir haftani ichida buni 100% yo'qotib berdim. Bu patsientim kelganlarida ikkala yonoq sohasida, yuz sohasida to'la ugrilar bilan murojaat qilganlar. Buni asosiy sababi yog' bezlarining noto'g'ri ishlashi hisobiga husnbuzarlar ko'payib borgan. 3 ta protseduradan so'ng yuz ideal holatga keldi. Bu to'g'risida o'zingiz fikrlarini bilishingiz mumkin. Boshqa yig'lab kelganman. Yig'lab damashdi. Bas yig'layapman. Asosan ko'radi. Yarim oy oldin topam kelganimda depressiya holatda edim. Yuzimda yonoq sohalarida ugri bilan murojaat qilganman. Bormagan kosmetolog, dermatolog doktorlari bo'lmagan. Yaratopam keldim. Bir haftada effekt bildim. Hozir nechta joyga borgan bo'lsam, faqat battar bo'lsa bo'ldi, yaxshi bo'lmadi.